Kanalimga xush keldingiz. Bugun men yosh bolalar uchun kamzurcha to'qimoqchiman. Siz ham tayyorsangiz birgalikda bismillah deya boshlaylik. Men kapyushonni to'qib oldim. Eniga to'g'ri 20 cm, uzunligi 40 cm chiqdi. 90 ilmoq bilan boshladim. Ya'ni no'xat shaklida to'qidim. Ilmoqlarni o'rtasidan bu shaklda bo'lib olamiz va chak qismini birlashtirib chiqamiz. Bu shaklda har ikki spisadagi ilmoqlarni bir qilib olamiz, birlashtirib. Oxirgi ilmoqlarimizni ham chiqardik va ipimizni mahkamlab qo'yamiz. Kapyushonimiz tayyor. Kapyushonimizni mana bu pastki yeridan ikki qanotlar pastidan yoqa qismini chiqaramiz. Spisaga olamiz. Mana bu kalta ipini orasiga olib ketamiz. Har ikki qanotlar tagidan, pastidan ilmoqlarni chiqaramiz. Oralariga ayni xonadan 2 ilmoq olamiz. Mana bu o'rtaga qadar sanadim, ya'ni har ikki tarafda menda 31 ilmoq chiqdi. Yana 18 dona ilmoq olishim kerak, ya'ni har ikki tarafga 9 dona ilmoq ko'paytirishim kerak. Ayni shaklda bo'lsin ilmoqlar. Ikki qanotlar tagidan bu shaklda ilmoqlarimizni chiqaraylik. Ilmoqlarni ko'paytirayotganda mana bu ikki qanotlar orasidan bir ilmoq va pastidan ikkinchi ilmoqimizni chiqaramiz. Bu shaklda ayni yerdan 2 ilmoq chiqargan bo'ldik. Ya'ni oralariga bu shaklda ilmoqlarni chiqarib 80 ilmoq olib kelaylik. Kapyushon bittikdan sonra 80 dona ilmoq chiqardim. Bir yo'la yoqa qismini ham to'qib keldim. Ilmoq chiqargan yerimizdan 1, 2, 3 to'rt qator oddiy modelda to'qidim. Mana bu chekkasini farqli to'qidim. Sizlarga hozir ko'rsatib beray. Oxirida 2 dona ilmoq qo'yganda ipimizni old tarafga olib o'tamiz va 2 ilmoqni to'qimasdan bu shaklda olamiz. Old tarafini o'ntiramiz. Mana bu to'qimasdan olgan ilmoqlarimizni to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plankasiga 7 dona ilmoq ajratamiz. Plankasiga 7 dona ilmoq bu yerga qo'yib qo'yaylik. Endi har ikki ilmoqdan so'ngra bir ilmoq ko'paytiramiz. 1, 2, bir ilmoq ko'paytirdik. Takror 1, 2, takror ko'paytiramiz. Ya'ni bu shaklda oxiriga qadar, plankaga qadar davom etaylik. Har ikki ilmoq orasida bir ilmoq ko'paytirib boraylik. Bir ilmoq ko'paytirdik, orasiga 1, 2, takror bir ilmoq ko'paytirdik. 1, 2 dona ilmoqimizni to'qidik. 7 dona ilmoqni oddiy modelda to'qiymiz. Oxirida 2 ilmoq qo'yganda to'qimaymiz. Ipimizni old tarafga olib o'tamiz. 2 ilmoqni to'qimasdan olamiz. Bu shaklda. Boshdagi 2 dona ilmoqimizni to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dona ilmoq plankasiga va qolgan ilmoqlarni oxiriga qadar teskaridan to'qiymiz. Bu shaklda. To'qishga davom etaylik. Men
6 qator to'qib keldim. Ya'ni oxiriga qadar 6-chi qator bo'ladi. Ko'paytirgandan keyin sanasak 1, 2, 3, 4, 5 spitsadagi bilan 6-chi qator. Oxiriga qadar to'qib kelyapman. Oxirida takror 2 dona ilmoq qolganda to'qimay olamiz. Bu shaklda. To'qimay olgan ilmoqlarimizni to'qiymiz. Endi hamma ilmoqlarni o'ng tarafdan to'qiymiz, chunki 3 qator oddiy modelda to'qishimiz kerak. Bu shaklda hamma ilmoqlarimizni o'ng tarafdan to'qiydik, ya'ni har ikki tarafdan. Bu shaklda to'qib kelaylik 3 qator oddiy modelni. Men orqa va oldidan oxiriga qadar to'qib keldim. Hozir oldi tarafdamiz. Qiz bolaga bo'lgani uchun izmasini oxirida ochamiz. Men kapishonkadan keyingi qatorda, ya'ni izma ochganim yo'q edi. Kapishonkadan keyin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dona oddiy modeldan sonra izmasini ochamiz. Oxirida 5 dona ilmog'imiz qoldi. 1 dona ilmoq ko'paytiramiz va keyingi 2 ilmoqni bir qilib olamiz. 1 ilmoq ko'paytirdik, 1 ilmoq kamaytirgan bo'ldik. Qolgan oxiridagi 2 ilmoqni to'qimasdan olamiz. Orqa tarafini o'ntaramiz. To'qimay olgan ilmoqlarimizni to'qiymiz. Ya'ni chekasi bu shaklda chiroyli chiqadi. Bir, 2, 3, 4. Mana bu ilmog'imizni, ya'ni izmamiz ochilib turishi uchun, ya'ni olgan ilmog'inglarga qaranglar, unga ko'ra olinglar. To'qishga davom etamiz. 6, 7 dona ilmog'imiz planka. Qolganlari ham ayni shaklda to'qiladi, ya'ni oddiy modelda to'qiyapmiz hozir. 3 qator oddiy modelni to'qib kelaylik. Men 3 qator oddiy modelda to'qib keldim. Yana aynisi takrorlanadi. Mana bu yerda qanday qilib ko'paytirgan bo'lsak, yana ayni shaklda ko'paytiramiz. Boshlang'ich 7 dona plankasini to'qib oldik. Plankadan sonra takror yana 2 dona ilmoq, 1 ilmoq ko'paytiramiz, 2 ilmoqni to'qiymiz, takror ko'paytiramiz. Ya'ni bu shaklda har 2 ilmoq orasiga 1 ilmoq ko'paytirib to'qiymiz. Ya'ni mana bu qatorni, mana bu yerni qanday qilib to'qigan bo'lsak, ayni shaklda to'qib kelaylik. Kamzorimizni koketkasini to'qib keldim. Ya'ni birinchi qatorda qanday qilib ko'paytirgan bo'lsak, keyingi 2 qatorda ham aynisi takrorlanadi. Uning uchun videoni uzatmadim. Qo'l qismlarini ham kesib keldim. Har 2 tarafga 37, qo'l qismlariga 46 va orqa qismiga 66 ilmoq ayirdim. Ya'ni 80 ilmoqdan boshlagan edik. Istasangiz kapishonni to'qimasdan hamon yoqa qismidan 80 ilmoq boshlab to'qisangiz ham bo'ladi. Endi qo'ltiq qismini qilamiz. Hozir kamzorimizni orqa tarafdaman. Ilmoqlarimizni ko'paytiraman. 1, 2, 3, 4, 5. Bu qo'ltiq oldi. Mana bu kesganimizda mana bunday ajralib qolgan. Bu yerni men yana ajralib qolishini istamayman. Uning uchun bu shaklda bir ilmoq olaman. Mana bunday bo'ladi. Buni ham to'qib ketaman. Ya'ni 1-2 ilmoq ko'p bo'lsa hech narsa bo'lmaydi. Bu shaklda.
Endi modelimizni chiqaramiz. Orqa tarafdan ilmoqlarimizni hammasini o'ng tarafdan to'qiymiz. Bu shaklda to'qib kelaylik. Oxirida ikki ilmog'imizni to'qmay olamiz. O planka tarafi. Plankasini bu shaklda ko'rsating. Tekis chiroyli chiqdi. Hozir oldi tarafdamiz. Oldi tarafdan boshdagi ikki ilmog'imizni to'qiymiz. Plankadagi 3 4 5 6 7. Mana bu 7 ilmoq. Plankamiz ya'ni o'rni bilinib turishi uchun boshlang'ich bir ilmoqni teskari olamiz bu shaklda. Keyingi ilmoqni o'ng, teskari, o'ng, teskari, ya'ni bir o'ng, bir teskari shaklida to'qishga davom etaylik. Orqa tarafdan faqatgina hamma ilmoqlarni o'ng tarafdan to'qiymiz. Ana shunda mana bunday no'xatlarimiz chiqadi. Bu shaklda kamzulimizni to'qib bitirdik. Sizlarga ham to'qishda omad. Yana bir videoning yakuniga keldik. Sizlar bilan takror yangi videolarda ko'rishguncha sog' va omon qoling. Allohga omonat bo'ling.